Esselamu aleyküm ve aleyküm esselam. Anlan ki ne kadar güzel söz bu. Ey salam salam. Her seher tursak aman, kaytedin yaraldı can. Salam bilen giderleşme, muhabbettur Recep Bogdan. Min yıllar ötsün o, özgermedi. Salam salam. Assalamu alaikum atalarga, assalamu alaikum analarga, assalamu alaikum dünyanın yurut yurtusi ballarga. Assalamu alaikum aziz qayrindoshlar. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugun Python darsimizning ikkinchi qitimliq, ya'ni ikkinchi darsini, 2 soatlik darsini so'zlab o'tmoqchimiz. Bu darsni so'zlayotgan maqsadimiz o'xshashlam. Darsda tushunmay qolgan qarindoshlarimiz, kelamay qolgan qarindoshlarimiz, undan boshqa mush kompyuter kod tili, kod yozish programmasi, shunaqa qiziqadigan tor dunyosidagi boshqa qarindoshlarimizning mushu sabablar bilan o'rganib olishi uchun bu dars so'zlash qaror qilindi. Biz oldingi soatlik darsda Python bilan tanishib chiqqan va dastlabki bilimlarni egallab o'tgan edik. Ikkinchi soatlik darsga yo'qda buni men hozirlab tayyorlab oz qolgan vaqtida kompyuter butunlay sistem buzildi. Qolgan narsalarning hammasini o'rgatgan oldi, yuyilib ketdi. Shundan so'ng buni biz qaytadan ratlab chiqib, hozir so'zlash bosqichi turibdimi? Hozir kecha soat 2:30 bo'ldi. Balkim ba'zi bir charchash bu sababdan xato ketgan yerlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu yerlarni sizlar to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Undan keyin bizning bu detalimiz faqat 10 minutdan sinib qoladi. 10 minut tushib ketsa davomini yana qaytadan sinib qilib 10 minutdan so'zlaymiz o'xshashlar. Unda da aziz qarindoshlar, biz gapni uzatmasdan darsimizni boshlaylik. Ben imkon qadar nima o'rgangan bo'lsak, shu paytda eng ixcham shaklda tushunchli qilib so'zlashga tirishaman. Unda da azizlar, biz Python darsimizni boshlab ketdik. Avval Python detalni ochamiz. Bizning qo'llanganimiz bu Ahmet. Yeni qarindoshlar, biz Python detalimizni qo'zg'ab oldik. Qo'zg'ab olgandan keyin bizniki hozir qiladigan ishimiz nima deya vaqtida buni tushunib chiqamiz. Endi bu biz oldingi soatda ishlatgan bosh bet. Endi biz bu soatdan boshlab yana bir qadam ilgarilagan holda yangi bet ichib ishlatamiz. Bu yangi ichilgan bu betning ismi mashq beti. Biz bu mashq betida nima qilsak, qaysi bir buyruqni bersak, bu mashq betida berilgan buyruqning ijroatlari bu bosh betga chiqadi. Unda da aziz qarindoshlar, biz shu bo'yicha qilib boqaylik. Ya'ni azizlar, bu yerda biz mashq beti ichib oldik. Mashq beti ichib oldik. Unda da biz bu mashq betimizga tuvandagi mazmunlarni yozib boqaylik. Masalan, bu yerga print. Printning bizning Uyg'ur tilimizga
tarjimasi bo'lsa, izini chiqarish, iz chiqarish degan ma'noda. Onda da biz bu yerga bir so'z yozaylik. So'z yozish uchun biz oldingi soat o'rgangan tirnoq ochdik. Ochgandan keyin bu yerga biz nimda bezib boqaylik vaqtida maktabda boqaylik. Maktabda doq yaptık. Yapqandan keyin tirnoqni yapatdik. Yaptık. Buni qilib bo'lgandan keyin biz agar bu betda bo'lgan bo'lsa, interni besib o'tdik. Hozir biz interni bossak nima ish bo'ldi? Hech qanday ish bo'lmadi, faqat qur atildi. Onda da biz bu mashq betida buni saqlab olamiz avval. Saqlash uchun fayl. Buni ochib save yoki save asna bosamiz. Biz bu yerda save ni bossak, kompyuter sen o'zing xohlab bir yerga nani xohlasang shu yerga saqlab ber deganlik bo'ldi. Agar biz save asni bossak, kompyuter buni men xohlagan yerga saqlab ber degan ma'noni bildirdi. Unda da biz o'zimiz xohlagan yerga saqlatqizish uchun save asni bosdik. Bosgandan keyin bet yuzi ochildi. Biz bu yerda desktop, ya'ni ustal yuzi. Bu yerni bosdik. Bosgandan keyin bu yerga ismini yozamiz. Biz hozir Pythonda yozgan tunji mashqimizning ismini yozmoqchi. Unda da biz bu yerga mashq deylik. Mashq deb bo'lgandan keyin cho'qim chekit py deymiz. Agar py demasak, bu ba'zi kompyuterda ochildi, ba'zi kompyuterda ochilmay qoldi. Saqlagan shu hujjat yaxshi ochilish uchun chekit py ni besib o'tdik orqaga. Endi bu yerga save dedik. Save degandan keyin qarab boqili ekranga saqlanibdimi, saqlanmabdimi. Mana mashq. Endi biz qaytib kelaylik betimizga. Ana bet mavju mashq bet. Buni qilib oldik. Biz bu yerdan diqqat qildikmi, qilmadikmi? Bu yerdan biz saqlamasda bu yerda hech qanday bir adres yo'qdi. Qaytib kelaylik. Mashq betini juvatdim. Mashq betini qaytadan ochay. Aşağıya diqqat qilish uchun qarasanglar bu yerda mashq beti ochilganda hech qanday adres yo'q. Endi bu yerga men nimday sinf deganda sinf. To'g'rimi? Xato. Print yozmadimmi? Print dedik. Tirnoq ochdik. Qo'sh chekit yoki qo'sh tirnoq deb turaylik. Qo'sh chekit yapdik. Endi tirnoqni yapamiz. Shunday va endi nima ish qilamiz? Interni bosamdik. Yo'q. Nima ish qildik? Faylni ochdik. O'zing xohlagan yerga emas, men xohlagan yerga saqla. Desktop dedik. Degandan keyin bu yerga nima dedik? Sinf deylik. Sinf. Shunday va sinf nuqta py. Shunday va py degandan keyin biz bu yerni nima qildik? Save deymiz. Qaranglar. Bu yerdan adres yo'qdi. Save degandan keyin adres paydo bo'ldi. Bu yerda adres paydo bo'ldi. Mushni saqlagan adres C diskining users hujjatda mushu adresda degan ma'noda. Unda bo'lsa biz buni o'rganib oldik. Endi biz bu yerda nima qildik? Faylni ochib, miyaga kelib, undan keyin saqlashni o'rgandik. Endi biz bu yerda yana bir o'rganib olgan narsa bor. Masalan, bu yerga print deylik. Print tirnoq ochdik, qo'sh chekit o'quvchi dedik. Deb bo'lgandan keyin yapdik. Tirnoqni yapdik. Endi yapib bo'lgandan keyin biz fayl kelib mani besib maylam. Biz birinchi qitim mani besish orqali ma'lum bir yerni tanlatqizib oldik, mishaga saqla deb. Nima mush adresga